Hayyo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha Keyzo. Короче, bugun biza ChatGPT bergan challenge-ni bajaradigan bo'lamiz. Короче, ChatGPT bergan challenge sizlarni ekraningizdan chiqadigan bo'ladi. Biz esa o'yinimizni boshladik. Короче, men bitta spawnni ochgan edim do'stlar. Bu qishloq chiqib keldi. Cho'l yana. Yaxshi, men любой biyomdan ochmoqchi edim. Ya'ni cho'l chiqsa cho'ldan, muzlik chiqsa muzdan, o'rmon chiqsa o'rmondan. Do'stlar, bu 0.01% bir omad. 80 yillik omadni ishlatib qo'ydim men. Короче, cho'ldan chiqdik. Ro'parasa qishloqdan tubidan do'stlar. Aytgancha men hech qanaqa cheat bitlarni yoqmadim. Qayerdan ko'radi? Короче, yoqmadi-da. Biz birinchi mana shu yerga kiraylik, mana shu yerga. Va bu sandiqni ochmasdan burun sizlarga Joha Play kanalini aytmoqchi edim. Bu kanalda u bola juda ham ko'p yaxshi videolar chiqaradi kelajakda. Короче, u bolani kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar va biz sandiqni ochamiz. Yo, 3 ta olmos. 3 ta olmos. Bizga ChatGPT bergan challenge-ga qaraganda nima deyilgan? 5 ta olmos va polniy temirli zirh da shunday deb aytilgan. Mana uni kiyib olamiz. Короче, endi biz boshqa uylarga ham borib ko'ramiz. Yaxshi, omadimiz kelyapti do'stlar. Va bu sandiqni ham ochamiz. Non, sholi, kitob bizga kerak emas. Aqlimizda miyamiz bor deymi? Albatta hazil. Miyamizda aqlimiz bor. O, bro, nima sotasiz? Yumurta, non va yana qanday uylar bor? Bu uyda hech nima yo'q. Jumli bor ekan. Aytgancha biza mana shu cho'l biyomdan o'tishga bo'lmaydi narigi tomonga. Faqat shu cho'l biyomda nima qilish kerak? Vijmoniy qilib yashab qolish kerak. Xo'sh, hozir biza mana shu golemni o'ldiramiz. Mana shu joylarga. Kelaqa botam. Keyzo kanaliga obuna bo'lganmisan? Obuna bo'lmagansan, shuning uchun o'lasan. Va nihoyat o'ldirdik do'stlar. Endi biz dropni olamiz. Qancha temir chiqdi? Yo bolalar, 5 ta temir chiqdi. Xo'sh, biza 5 ta temirga nima qilsa bo'ladi? Val bizaga daraxt kerak. Yo'q, bizda daraxt yo'q. Yo'q. Bu ham cho'l biyomiga kirib ketadi. Cho'l biyomiga kiradi, короче. Unday bo'lsa biz mana shu qishloqdagi polniy somonlarni yig'ib olamiz. Unday bo'lsa, let's go. Yo, bolalar, men tiyo topib oldim, tiyo. Tur, tiyo. 直手摆胯， Tur, yur. 下拉摆胯， Chiroyli. 俏皮摆胯， Ko'zlarini qaranglar bu. 叉腰， Turdi do'stlar. Let's go. Yur qani. Yo, bizaga shart emas. Biza hozir mana shu tarafdagi daraxtlarga borib kelamiz. Bu ya'ni cho'lga kirib ketadi. Let's go. Yo do'stlar, biz axiri deganda tog'ning tepasiga ham chiqdik. Bu cho'l biyomiga kiradi do'stlar. Agar kirmaydi desanglar, albatta kommentariyga yozinglar. Bu cho'l biyomiga kiradimi yoki kirmaydimi? Xo'sh, unday bo'lsa biz daraxt chopishni boshlaymiz. Va işte boshlab ham bo'ldik. Xo'sh. Bizaga 5 tasi yetadi. Endi biza tosh qaziymiz deb turgan joyda mana unaqa keyingi versiyalarda chiqqan yangi mobni ko'rib qoldik.
o'ldirsa bo'ladimi? Короче, bizga kerak emas. Biz o'zimiz tayoq olamiz. Xo'sh. Siz shu videoni ko'rib turib hali ham like bosmadingizmi? Tezroq like bosib, bizni kanalga obuna bo'ling, chunki biz martning oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Oldin men fevralning oxirigacha degandim, lekin men video solmay ketdim. Bir hafta video solmay ketdim. Yo'q, qornimiz och qoldi. Shu bir haftada YouTube'ga video solmasdan dam oldik. Bu bizani qishloq bo'lsa. Yo do'stlar, qanchalik omad. Buni qaranglar, qanchalik omad bu. Ko'pdan beri video olmagandim. Bir kun video olgandim, shunaqa bir challenge da men obunachilarni quvontay, video olay, meni 26 ta obunachim kutib turibdi deb video olgandim. Qanday baxt kulib boqdi menga. Короче, bunday bo'lsa uylarni lut qilamiz. Ichkariga kiramiz. Mana shu to'shakni olib ketaymi? Yo'q. Kaktus ekib qo'ydimmi bu yerga? Golemni ham o'ldirib ketamiz. Hoppa. Endi normal joy topib olamiz. 2 3 yaxshi. Va endi biza versak yasab olamiz. Temirdan bolta, temirdan kirka yasab olamiz. Yo'q aka. O'ylasam. Mana shu golem boltaning o'rniga necha marta urganda o'ldi. Shuni birinchi bo'lib kommentariyaga yozgan odamga tekinga reklama qilib beraman do'stlar. Tekinga kimga reklama kerak emas? O'sha odam yozmay qo'ysin. Xo'sh, bizani Minecraftdagi birinchi kunimiz. Birinchi kun bo'ladimi? Birda. Mana Minecraftdagi birinchi kunimizni ham olib olamiz. Nimaga kerak bilmadim, lekin olamiz. Tepada nima bor? Endi nimani yashiryapsizlar? O sandiq, sholi, non, o'lgan daraxtlar va kaktus. Shu. Endi pastga tushib olamiz. Tushamiz. Endi bizaga mana shu narsani olib ketamiz. Chunki bu narsa bizani qishloqqa kerak. Xo'sh, biza loot qilishni boshlaymiz. Yo'q, davom ettiramiz. Endi mana shu parasat qotib qolyapti. Hello. Qotmagan. Mana yaxshi ishlab ketdi. Короче, loot qilishni davom ettiramiz. Biza hali 3 kun davomida 5 ta olmos va bizda pol temir zirh to'plashimiz kerak. Bizda karavot bor. Xo'sh, bu yerlarda hech nima yo'q. Menga bitta bir egarmi, shunday narsa bo'lganda yaxshi bo'lardi. Bitta 46 tasi yetadi. Nima qilamiz ko'pini? To'g'rimi do'stlar? Quyon o'lgan. Quyon o'lib qoldi. Endi o'sa biza uy tomon yo'l olamiz. Let's go. Xo'sh do'stlar, biza kelib ham oldik. Endi biza biza daraxtni urug'ini olib kelmoqmiz. Mana shu daraxt bilan ham eplaymiz. Endi mana shu joylarga asta-sekinlik bilan joylashamiz. Valiga bitta sandiq yasab olamiz. Endi o'sha sandiqni qo'yamiz va ichkarisiga narsalarimizni solamiz. Solamiz. Biz mana shu challenge'imizda kamida 3 kun yashashimiz kerak. Xo'sh, mana shu joylarga spawn point qo'yamiz. Bizda hozir day 1 mana shu taraflarga aylanib kelmoqchiman.
nimalar bor ekan deb hoppa xor bor ekan, shu yerga ham tushib kelamiz. Va yo'q, ovqat kerak bizga. Ovqatni unutib ketmiz. Men ovqatni unutib ketgandek, sizlar ham like bosishni unutib ketmanglar. Like bosinglar do'stlar. Barchasidan yasab tashlaymiz. Вообще-то bitta nima yasab olamiz. Nima edi nomi? Belkurak, короче. Belkurak yasab olamiz. Nimagadir belkurak yasagim keldi. Yaxshi, qornini ham to'ydirib oldik. Endi biz safarimizni boshladik. Вообще-то mana shu taraflarga ham borish kerak. Nima bo'lishi mumkin? Nima edi nomi? Shaxtalar bo'lishi mumkin. Yo, terakota. Nima? Do'stlar. Temple topdik. Temple. İçinden bitta ikkita olmos chiqsa, va yana ozgina temir chiqsa, biz challenge yutamiz. Hayot go'zal. Buni qaranglar. Qanday go'zal tog'lar. Narigi tomonda yana tog'lar bor ekan. Yosh qayerdan kirsak bo'lardi? Belkurakni ham bekorga yasamaganman-da men. Ko'nglim sezadi bunday narsalarni. Hozir pul bilan tushamiz biz. Birinchi sandiqdan bizda Fortuna 2 yo do'stlar. Fortuna 2. Qanday baxtli odamman men. Mana shu narsalar kerak emas. Buni ham olaveramiz. Yaxshi. Buni ham olamiz. Bizga bittasi yetadi. Davay, olmos chiq. Yana ikkita olmos chiqsa. Yo'q, olmos chiqmadi. Bunday bo'lsa olmosni menimcha qazib olamiz yoki boshqa joylardan qidiramiz. Bitta seri chiqmadi. O'zimiz ko'rish. Xo'sh do'stlar, bizlar tepaga ham chiqib oldik. Endi biz mana shu taraflarga yuramiz. Avvalo biz inventarimizni tozalab olsak yaxshi bo'lardi. Kerak emas narsalardan bittasi ham yetadi. Va qolganlar tursin mana. Endi biz qolgan 2 kun davomida shaxtada yuramiz. Deb ko'p aytib yordim menimcha. Shaxtada yurish kerak. Go'limlarni o'ldirib ham temir topsa bo'ladi. Avvalo men mana shu taraflarga bormoqchiman, chunki terakota biyomda albatta mini shaxtalar bo'ladi. Shu tarafni urug'ni olib ketaylik. Xo'sh, bizda kechqurun tushmoqchi. Qanday go'zal quyosh. To'rtburchakgina kvadratli quyoshchalar. Вообще-то quyoshcha, qanaqa quyoshcha? Bitta-yu. Короче, mana shu tog'larda nima yo'qmi? Shaxta. Shaxta yo'q ekan. Pastacha. Pasta ham yo'q. Bunday bo'lsa biz uxla olmaymiz ekan, chunki bizda karavot yo'q. Bunday bo'lsa biz qishloq tomon yo'l olamiz. Tong otdi bizda ikkinchi kun. Короче, biz bir kun ichida juda ham ko'p loot qilishimiz kerak. Barchasini sol. Solamiz. Buni olamiz. Короче, bizga anvilga yetmaydi. Короче, anvilga temir yig'ib qo'yamiz, chunki Fortuna 2 kitobini men mana shu kirkamga qo'shib bormoqchiman.
Mana shu joylardan kovlaymizda. Eng oson yo'li va pastga tusha olamizmi? Temir ko'ryapman. Da biz hozir chelak yasab olib, keyin chelak bilan suv olib kelib, suv bilan tushamiz qarorchi. Men bu chellenjda yutqazishni xohlamayman. Shuning uchun water drop emas, balki nima qilib oddiygina tushamiz. Da keyin bizning minishimizga ham yo'q. Yo. Men bu chellenjda yutqazishni xohlamayman. Ertaroq tushib qo'ydimmi? Короче, bizani faqatgina 3 marta o'lishimizga nima bor? Shans bor bizani. Shunaqa qonunlar yaratamiz короче. Bizlar faqat 3 marta o'la olamiz bo'lgan. Bizani bitta shansimiz kuydi. Boshqa narsalarimiz yo'qmidi? Bizani branya. Temir branyam. Qani? Temir branyam yo'q mana. Mayli. Bizga temir kerak, temir juda ham ko'p kerak. Oltin mayli olaveramiz. Namuncha sekin buzadi bu. Efficiency kerak. Yo'q, lekin o'lib qolgan bo'lmadi-da do'stlar. O'lib qolgan neto bo'ldi. Aslida men o'lmasdim. Просто tushib ketdim men. Endi bizlar temir yig'amiz. Temir yig'ib tez olmazlar topib, temirli zirh yasab chellenjni tugatamiz. Yo! Shaxta topib oldim. Oltin kerak emas bizga. Bizga to'liq temir va nima yasaymiz? Ko'mir kerak bo'ladi. Temir va almazni izlaymiz. Sandiqmi? Va ichidan oltin olma. Fakel chiqdi. O yana temir. Temirlarni olamiz biz. Temirlar juda ham ko'p kerak. Tosh endi olyapmizmi do'stlar? Yo'q. Toshni endi olayotgan ekanmiz. 2 kun o'ynab endi tosh olyapmiz. Prikol. Mis ham bizga kerak emas. 15 ta temir. Xo'sh, bizga nima uchun? Nima edi nomi? Anvil uchun, короче, 9 bloklar uchun 9 bloklar 3 tadan 9 10 короче 18 unga yana 9 ni qo'shsa 27 tugadimi? Короче 27 ta tagida yana 3 tami 4 tami короче shunday bilan o yana короче 30 tacha bizga temir kerak. Biz yo'qol. O'l. Jonimiz. Mashina bor. Mana shu joyga qo'ydik. Yo'q. Mashinada. Bittasi kelyapti. O, mana. Kasallangan jitel. O'l. Yordamsiz hamma joyni qaraychi. Almasa o'lib qoldi mana. Kirib. Yo'q. O'lmaymiz. Yo'q. Tepam oshiq ekan. O'lishimga ozgina qoldi do'stlar. Creeper qanchalik azobli. Yoqmaydi mana shu creeper. Hech kim yo'qmi?
Menimcha bu taraflardan o'zim keldim-o. Adashmasam. Shaxta juda ham katta ekan. Albatta bu bizlarga plyus tomoni. Yo, tushma. Xo'sh, va bizlarga sandiq kerak. Sandiq. Yana kiribmi? Yo'qol. O'zim qamab qo'ymoqmiz. Voy, sandiq. Spawner. Qanaqa power. Bitta common yasab olamiz-da. Redstone. Mana shu kerak emas. Mana shu. Keyin mana shu kerak emas. Bismil turaversin. Bitta qo'za. Yomon spawner yonida sandiqlar bo'ladimi? Menimcha bo'lmasa kerak. 50 ga 50% bor. Boramiz ham. Yo'q, shart emas. Vashta, nima qilaman? Nima qilaman? Ana Bobur Mansur bor, Bobur. Murod Buxorskiyda o'sha nimada degan videosi bor. Dacha? Nima olib kelmoqchisiz-ku? Bu nimani olib kel? Nima bilan yeysan buni? Mana dada. Velik bilan ovqat yegan odam ko'rgandingmi? Yo'q. Yo'q. Ana bor o'g'lim nimani olib kel deydi-yu. Zo'rboyni o'sha. Короче, bizga nima kerak emas? Anvil nima qilamiz? To'g'ri. Bizga tez temirli zirh va olmos topishimiz kerak. Mana shu hollardan chiqish kerak-da mana shu. Okey, nimaga qo'yasan? Hayajonlanganda fakir barchasini qo'yib tashladi. Nima yapsan? O'tolmay turgan ekan bechora. O'lib ketdi. Короче, biza tepaga chiqishga qaror qildim. Chunki biza vashta bu yer juda opasli. Mana shu taraf edi. Bu yerlar juda ham opasli joylar. To'xtayman, anvil yasamasam. Demak, men bitta olmos topsam, u ikkita pulni qilishi mumkin. Vashta, anvil ham kerak bo'ladi-da. Nima qilsak bo'ladi? Avval temirli bronyalar yasab olamiz. Keyin ko'ramiz-da, to'g'rimi? Bitta plan bor qardosh. To'lqa pastga qaziymiz. Nima bo'lsa bo'ladi. Hali bizda ikkita shans bor urishga. O'rgimchaklar. Og'riq bormi? Tepaga chiqamiz. Suvni cho'z. Bronyamni ham yo'qotdim. 44 ta temirimiz bor zaten. Golem spawn bo'lgan. Golem bizani tuni bilan, kuni bilan zombilardan himoya qiladi. Mujik krasavchik mujik. Va endi biz mana shu temirlarni erta mana shu joyga erta to'xtaylarmi deb idea bor. Berib turing, oka. Shunday qilamiz va mana shuni berdim. Shunday qilamiz. Bo'ldi. Cheksiz yonaveradi endi. Qatta bizanchilik. Oyoq kiyim. O'zi bizada oyoq kiyim bor. Shlem yasamaydi-da. To'g'rimi? To'g'risi-da. Endi bizga nechta kerak? 1 2 3 4 5. 5 ta. Va bizada bitta достижение nima edi nomi? Короче, достижение o'rnashga bo'ldi. Bizda birinchi topshiriq o'rinlandi. Endi biz maza qilib olamiz. Golem tog'a. Kiyimim zo'rmikan?
xuddi siznikidek. Uniki ham temir, meniki ham temir. Короче, endi bizga ikkita olmos kerak. Yo'q, men bu yerdan kovla olmoqchi emasman. Mana shu joydan. Короче, mana shu joydan shunday qilamiz. Keyin biz shunday qilamiz. Tushib ketmaymiz, lava pava chiqsa ham. Endi to'g'ri pastga qaziymiz. Уже tosh chiqishni boshladi. Yo'q. Nima kerak bor shularni. Endi asta-sekin qilamiz. Yo'q, biz shit yasashimiz kerak. Vedma. Bizga kerak emas, короче. Qizig'imiz. Biz tepamizga yapamiz. Mana shu joyga bitta makar qo'yamiz. Bo'ldi. Endi pastga qaziymiz. Biz 5 ta olmozni ishlatmasdan yig'ishimiz kerak deb o'ylayman. ChatGPT'ni bergan topshirig'iga qaraganda. Albatta biz pastga tushguncha sizlar videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling, chunki biz tezroq 100 taga yetaylik. Armon bo'lib ketdi-yu, biz 100 taga yetishimiz. Shuncha odamlar ko'radi, like bosmaydi, kanalga obuna bo'lmaydi. Albatta sizlar kanalga obuna bo'lsanglar, endi motivatsiya bo'ladi, bir video chiqarishga bir kuch bo'ladi. Yo do'stlar, olmos topdim. Gapimiz tugani. Yo do'stlar, biz ikkita olmos topib qoldik. Endi tepaga chiqamiz. Aytgancha, tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Biz buni aytishga unutib ketamiz. Hozirgina esimga tushdi. Qabul bo'lsin. Nimaga men bu narsani oldinroq eslamadim? Baby. Biz challenge'ni o'rnadik. Xo'sh do'stlar, biz ChatGPT bergan challenge'ni o'rnadik. Bizda 5 ta olmos va polniy temir zirh bor. Agarda sizlar ham o'zingiz xohlagan challenge'ni bermoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyalarga yozib ketinglar. Men bu challenge'ni bajarishga harakat qilaman. Albatta videomizga like bosib, kommentariy yozishni unutib yubormang va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Let's go baby. Xayr.